38.000 dollar aytib turibdilar. Bundan ham geliştirib beraman dedilar. Xudo xolasa, bana gelsin. Hozir bunga qarayın dedan. Teyde şu ras tagayların 300-400 ming so'mlik g'olisi, kvadratı. G'olini o'zini 14 million chiqibdi ekan. Eshikka qarab bu. Maytdim ağam buna bunchalik eshik noga kerak edi, meni og'ir. Eshik desam, yashaydigan dedilar. Şu 4-5 eshikka 20 million attılar. Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar? Musofirdagilar, bu yandagilar. Ey balam, yo uka, yo ag'a, ma'xara zemlak, yo otash to'y. Bizlar shu hokimiyat yanginasidan bir toza domdan bir birinchi etaj olsa bo'lmas, bir ikkinchi etajdan tappasang dim zo'r oladi dedi. Ikkinchi etajda yashasam, pesimdagi ham gaz yoqsa, ustimdagi ham yoqsa, men butkina yashaymas dedi, ustikina deydigan insonlar sizlar aynan shunday kvartira toza dom. Hali hech kimi biza yana girib turibmiz. Iya saytadi hozir gulib. Uka remont etgandan keyin bir ishlatib xona bana o'tmaydim ham dedilar. Yana birinchi sizlar yashaysizlar. Necha? Hokimiyat yana turibdi. Ne bu shoxona yana? Shoxonani Oryan tarafında hokimiyat turibdi sizlar. Nalog turibdi. Asaka bankini Xondakudan Xalq banki turibdi. Baxto'yi turibdi, vokzal turibdi. Ish qilib. Qadrdonlar, 65 kvadratda joylashgan shu kvartiramiz sotiladi ekan, ikkinchi etajda. Srochniy videorolikka tamam bilasizlar. Bu yoki atatishgan tomonini o'dir bir yerda sepilgan, lekin zerli bir xili ko'rinib turibdi. Bir noyob rang ko'rinib turibdi. O'zi videorolik aytib turibdi. Mana yana bir yaqin yeri 2 oydan qara, yarki ko'rinib turibdi. Yarki bo'lib. Atapliyani hozir ilk qo'ydilar, sababi ilk qo'ygan taqdirda misol tutdi. Pastdagi haqiqat pastdagi yuqoridagi o'sha yaqib o'tiribman. Bir atapliyani qo'shmay qo'ydilar, lekin hizatib bir futbolkada yurida olib turibdi. Akşam bir şey aytibdi. Uka quloqqa tepasan 50 ming bilan yechira borib qo'ymaydi qishina. Ha, yaqib o'tirgan odamlardan so'rab turibman men. To'g'rimi? Yaqib o'tirgan odamlardan birinchi etajdan yo 5-chi etajdan so'ramadim. Ikkinchi etajni so'rab turibman, ikkinchi etajni. Ha, shuni ko'ringlar. Mana endi hisob-kitobga kelib, uni podizlar ham kengina. Buni ham aytib o'tamiz hozir. Bu nima ekan? Bu yerda bir xonasi bor edi. Yine bu xonani aytadi egasi unitazini addenni, vannasini addenni qo'ya qo'ydim men. Eğer shuni ikkisidan bir xona dikkanimda bu xona yana kengroq bo'ladi dedilar-da. Yana da bir kengroq bo'ladi dedi. Buni olib tashlaganimda dedilar-da. Endi xohishingizdagida xolang olib tashlang, xolang durar balkim. Lekin topli pol ekan aytgancha. 100% topli pol ekan. Bemalol topli poldan ham qizadi. Bu o'zi bir nima desam bo'ladi, ikkilanchi bu-da. Ne, atapleniya. Gening spana. Lekin g'oliga yaqin batib ketadi. Meni buni aytdilar-a. Hali umuman bu yerda ish buzilmagan. Hech qilib, nima ishlatilmagan bu-da. Gapingiz hozir. Ishini bo'lgan unitaz uchun qo'yib qo'ygan ekanlar berib. Endi bu yerda kimdir yo'g'ini bir ham bo'lsa, bir ishga chiqadigan odam bo'lsa, kutib o'tirmasdan beriz aytgan ekanlar. Bo'lmasa bu xonam keng qoladi ekanda. Mana shu bor. Ishlar aytib. Ya bu banisi. Yana banisi, humanniki, bir de Aristonu turibdi. Bir narsalar ishlatilmaydi. Oltin suv yuritilgan simistitlar bemalol yana dushovoy holatda turibdi. Beri beklab qo'yamiz. Oyey. Bir de yana oshxonasi, men bir yerdan besh ketdim. Oshxonada ishundan bani kuxurni mebel bo'ladigan bo'lsa, kuxurni mebel. O'rtaqlar bir de ugalok qo'yib va keng bo'lib o'tirsa oladi ekan shunda ugalok qo'yib. Germanskiy kotyol eng zo'ri deb turibdilar buni. Germanskiy kotyol o'zi ish beradi, hech muammosi yo'q. Gaz shochki, shunchaki narsalar joylashgan. Ha bu yerda balkon bor. Balkonga chiqasalar, bemalol yana bolalaringiz o'ynaydi. Bolalar o'ynab bir bo'lsa, ishida o'tirib ko'rib bilasizlar. Mashinangiz ishida turadi, bemalol mashinangizni ham ko'rasizlar. Hech qanday muammo yo'q. Bu Comfort House qurilish kompaniyasining qurilgan domi eng sifatli karuchda qurilgan dom ekan. Pishgan karuchda qurilgan. Bedagi insonlar nedovol emas. Kanalizatsiyasidan ham mestasi ku вообще удобный. Bir deshona chiqib beringlar, bir ko'rsatib beramiz. Ma'qul bo'lsa, gaz beringlar.
Micheki kvartira ko'pchilikga yetmaydi haqiqatdan ham. Ekranda telefon nomeri qo'yibman. Azizlar, ko'rib turganlaringizdan Comfort House rasqotdi. Bu yigit beri qurib birgan, o'zining muallifi haqiqatdan o'zining ishini dastoyni bajargan. Bu domlar ko'p odam maqtaydi. Hali yangi dom ham qurib qo'ydi. Bular xudo xolasa bitaver sharafasini kelib qolgan, pishgan karushdan qurib, teatr sifatli, pastlari mağaza yo'ladi. Kerak bo'ladi olsa, ina ishida ish oynada, ina ofisi, yan boshda eshigi bor, girib gaplashsangiz bo'ladi. Bu domda amali adashmasam 4-5 etajlarida bo'lsa kerak, ina ku bilmadim. O'zi bilan telefon urib gaplashib ko'rasizlar. Mana shu qurgan ina hali hamma rozi, hazatib yashab o'tiribdilar. Ikkinchi qavatda joylashgan shu yerda. Buni manzili bundan shu bolalardan yetkazsangizlar ham bera kelasizlar. Bu tarafimiz yine Baxtuyi, Xalq banki, nalog, buni arkasi hokimiyat. Bir vokzal buni arkasi. Bemalol kelinglar, telefon qilinglar, xarid etinglar.